Her qatim yugurgan cheg'imda o'zimni xuddi bu yerda emasdek, boshqa bir joyda turayotgandek his qilaman. Ham o'zimni haqiqiy o'zim bo'lgandek sezaman. Yugurish, to'xtamasdan yugurish. Ruhni tovlaydigan bir xil ibodatga yoki murosimga o'xshaydi. Ba'zida to'xtamasdan 2 soatcha yugurayman. Ham bu yugurgan 2 soat vaqtimni to'liq huzurli his qilaman. Kishilar yugurgunimni ko'rganda meni bir yugurayotgan odam deb bilishadi. Hech kim menga bir talada qolgan sargardonga qargan ko'zda qarmaydi. Dunyoda hech kimning kechirmishi meninkidek echinishli bo'lmasa kerak. Men mush yoshga kelguncha 4 qatim o'lim og'zidan qaytib keldim. Men kokain, heroin, yana boshqa har xil zaharlik chekimliklarni chekkan. O'tmishim nihoyatda uzun bir jang tarixiga o'xshaydi. Turmadagi cheg'imda men doim mayin shamollar yuzimni so'yib o'ssa, yulduzliq osmonni ko'ra olsam, ham hayotning go'zalligini his qila olsam deb arzu qilatdim. Men o'zimga cho'qim ma'nilik hayot kechirishni o'rganishim kerak dedim. Yugurish menga o'zimni qaytadan tonutdi. U menga olamdagi jimi mavjudotning tinchligini his qildirdi. Menga uncha ko'p narsa lozim emas. Men faqatla tenim sog'lom bo'lsa, ham hayotga har bir daqiqadan huzur ola olsam deb o'ylayman. Xuddi har bir yugurguchiga o'xshash. Roni 2014-yillik San Fransisko marafonchi yugurish musobaqasida qatnashib, mukofot pulini jamoat farovonlik ishlariga iona qildi. U ilgari eng qiyin kunlarda qolgan chaqda jamoat farovonlik o'rnining yordamiga erishgan edi. Men u hozir jamoat farovonlik uchun bir kishilik asisni qo'shmoqda.